Hoji bobo, O Labbi. qimizlarni ichding, mazza qilding mana. Salomat bo'lsinlar. Qillading mana. Omon bo'ling, salomat Endi bo'ling. mana shu ikki qator bir xirgoya qilib endi shogirdingiz bilan Bo'laveradi. mazza qilib dam Bo'ladi olaylik endi mana. bir yo'li. Mana endi 30 yildan oshdi bu yerga kelib siz bilan tanishganimga. Albatta. Xursand bo'lganim ota-onangiz, shu otaxon, onaxon hali ham tirik qarab, yoshlari ulug' yoshda bo'lsa ham, shu nimaga farzand yaxshi bo'lsa, ota-ona umri uzoq bo'ladi. Sizga rahmat, salomat bo'ling. Endi bu shogirdim mana, Ahrorbek ismi. Ahrordan. Ha. Yaxshi maqomchi, yaxshi ashulachi. Billa bitta ashula aytib beraylik endi. Bo'lardimi? Ha, qani. Qani bitta mazza qildik. Kim gardishi davron ayirdi o'z diyorimdan. Kim gardishi davron ayirdi o'z diyorimdan. G'amim ko'p ko'ngil san bexabarsan oqzorimdan. G'amim ko'p ko'ngil san bexabarsan oqzorimdan. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Sog' bo'linglar azizlar. Biz hozir mana xirgoya qilib dam olib o'tirganimiz mana shu tol tagi ayronxonadan, shu Asaka Andijon yo'nalishida tol tagi ayronxonasidan o'zi 30 yildan beri shu yerda dam olamiz. Kelinglar, sizlar ham bahramand bo'linglar. Omon bo'linglar. Mazza qilib kayfiyatlarni ko'tarib ketinglar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Hoji aka. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Salomat. Rahmat.